Jiyanim yosh bo'lishiga qaramay, shunaqa azartda tiqdiki. Ko'zimdan o't chaqnadi. Anchadan buyon ukol olmagandim. Ignasyam anchagina katta ekan. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar uchun juda qiziqarli va hislarga boy voqeani tayyorladim. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling va fikrlaringizni qoldirishni unutmang. O'sha bahor kuni havo iliq, osmon tiniq edi. Men opamning uyiga mehmon bo'lib bordim. Uyga kirishim bilan hovlidagi gullarning hidi dimogimga urildi. Shu payt eshikdan baland bo'yli, tabassumli yigit chiqdi. Bu opamning ogli bolaligidan bilaman, lekin endi u butunlay boshqacha, yetuk va o'ziga ishongan ko'rinishda edi. Kunlar o'tdi, biz ko'proq suhbatlashadigan bo'ldik. Har kuni birga choy ichish, hovlida kechki shamolda gaplashish odatimizga aylandi. U gapirganida ovozidagi muloyimlik va ko'zlaridagi joziba yuragimni tez urdirar edi. Bir kuni yomg'irli kechada elektr o'chib qoldi. Biz sham yoqib oshxonada yonma-yon o'tirdik. Uning qo'llari tasodifan mening qo'limga tegib ketdi va shu lahzada yuragimdan issiqlik taraldi. U sekin: "Bilasanmi, men seni boshqacha his qilayapman", dedi. Shu so'zlardan keyin ichimda to'lqinlar uyg'ondi. Men ham ko'zimni olib qochmay. Men ham. Lekin bu juda galati, dedim. O'sha kecha uzoq gaplashdik. Bu hislarimizni yashirish qiyin edi. Har safar qarashganimizda vaqt to'xtagandek tuyulardi. Yoz kelganda biz bog'da birga ishlardik, gullar ekardik. Har bir kichik mehribonlik ishorasi, qo'lni ushlash, ko'z bilan mehr izhor qilish yuragimizni yanada yaqinlashtirardi. Bir kuni u menga gul tutib shunday dedi: "Qachondir odam hayotida taqdir yo'lini o'zgartiradigan lahza keladi. Mening lahzam sen." Men esa javoban faqat jilmaydim. Chunki so'zlar ortiqcha edi. Biz hislarimizni so'zsiz tushunardik. Kechlardan biri edi. Shamolda yaproqlar shitirlab, oy yorug'i hovlini oppoq nurga burkagan. Biz ikki kishi ayvonda o'tirib choy ichardik. U jim qarab turardi, go'yo biror narsani aytishga jur'at toplayotgandek. Birdan u choy piyolamni qo'limdan olib qo'ydi. Yuragim tez ura boshladi. "Bilasanmi, seni ko'rganimda butun dunyo jim bo'lib qoladi", dedi u past ovozda. Men bir lahza jim qoldim. Ko'zlarimiz tutashdi. Shu qarashlarda shunchalik ko'p his bor ediki, gapirishga hojat yo'q edi. U asta-sekin yaqinlashdi. Nafasi yuzimga urildi, yuragim qinidan chiqib ketadigandek bo'ldi. O'sha damda butun atrof xiralashdi, faqat u va men qoldik. Sham yoqilgan xona ichida biz uzoq suhbatlashdik, oramizdagi masofa tobora qisqarar, har bir so'zimiz yanada chuqurroq ma'noga ega bo'lar edi. U qo'llarimni tutib, barmoqlarimni asta siladi. Bu oddiy teginish emas edi, bu yurakdan kelgan iliqlik edi. "Men seni hech kimga o'xshatolmayman", dedi u ko'zlarimga qarab. Men esa yuragim titrab faqat shivirlashga ulgurdim. "Men ham seni." O'sha kecha bizning suhbatlarimiz juda uzoq davom etdi. Har bir qarashimiz, har bir kulgimiz, hatto sukutimiz ham o'ziga xos ehtiros bilan to'la edi. Tashqarida yomg'ir tomchilari derazaga urilib, bizning hislarimizga go'yo ohang bo'layotgandek edi. Biz bir-birimizni so'zsiz tushunardik va bilardikki, bu tuyg'ular endi hech qachon yo'qolmaydi. Ertasi kuni tongda uyg'onsam, deraza ortida quyoshning oltin nurlari butun xonani yorug' qilar, qushlar esa tinmay sayrardi. Kechagi voqealarni eslab yuragimda iliq bir his uyg'ondi. Kechga yaqin u meni yana bog'ga chaqirdi. Hovli tinch, shabada mayin esar, gullar orasidan yengil hid taralardi. Biz gulzorga o'tirdik. U qo'lida kichkina quticha olib kelgan edi. "Bu sendan hech qachon uzoqlashmasligimning ramzi", dedi u qutini ochib. Ichida kichkina kumush uzuk bor edi. Men hayrat va hayajondan jim qoldim. Uzukni barmog'imga taqqanda qo'llarimiz uzoq vaqt ajralmay turdi. Shu payt uning qarashlarida bir chaqnash paydo bo'ldi. U ichki tuyg'ularini yashirmasdi. Biz asta-sekin hovlining chetidagi eski supaga bordik. O'tirganimizda u sochlarimni orqaga surib yuzimga qaradi. Uning qo'llari issiq edi. Bu issiqlik yuragimdan joy oldi. "Sen mening eng katta orzum ekansan", dedi u. Shu damda tashqarida shamol kuchayib, yaproqlar shitirladi. Oy chiqqanda esa hammasi go'yo kinodagi sahnaga o'xshardi. Biz bir-birimizga suyanib, so'zsiz uzoq vaqt jim o'tirdik.
Bu jimlikda minglab hislar yashiringan edi: orzu, mehr, sog'inch va ehtiros. O'sha oqshom men bir narsani aniq bildim: bizning yo'limizni hech kim o'zgartira olmaydi. Taqdir bizni birlashtirgan bo'lsa, demak bu bizning hikoyamizning endigina boshlanishi edi. Oradan kunlar o'tdi. Har uchrashuvimiz oldingisidan ko'ra yaqinroq, ko'proq hislarga to'la bo'lib borardi. Har kuni men uning nigohini kutardim, u esa meni kutib olish uchun har bahona topardi. Bir kuni kechki payt yomg'ir yog'di. Uy ichida chiroqlar ochdi, faqat sham yorug'i xonaga mayin nurlar sochardi. Biz stol atrofida o'tirib iliq choy ichardik. Shamning miltillagan yorug'i uning yuzida o'ynar, ko'zlarida esa men ilgari hech ko'rmagan iliqlik chaqnardi. "Bilasanmi?" dedi u sekin. "Men seni ko'rganimda dunyo jim bo'lib qoladi. Hamma narsa yo'qoladi, faqat sen qolasan, u vaqt ham to'xtaydi." Uning ovozidagi samimiyat meni hayajonga soldi. Men ham jilmayib, shivirlab, "Mening dunyom esa sen bilan tirik", dedim. U asta qo'limni ushlab, barmoqlarimni siladi. Bu oddiy teginish emas edi, yurakni larzaga soladigan teginish edi. Oramizdagi masofa tobora qisqarib bordi. Shamning issiq nuri, tashqaridagi yomg'ir tovushi va yuraklarimizning tez urishi bitta ohangga aylanib ketdi. O'sha kecha biz sozsiz ham bir-birimizni tushundik. Ba'zan inson yuragini aytish uchun so'z ortiqcha bo'ladi. Shunchaki qarash, shunchaki jim turishning o'zi yetarli bo'ladi. Biz bir-birimizni so'nggi marta ko'rmayotganimizni bilardik. Bu hikoya endigina boshlanayotganini ham.